Mana kimga nechta, kimga 5ta hikol quyonlarimiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli obunachilar hamda kuzatuvchilar, barchalarga hayit ayyomi muborak bo'lsin. Mana inshaalloh hikol quyonlarimiz tug'ildi. Alloh barakasini bersin ilohim. Nechta ekan hozir? Sanash ham qiyin deng ularni. Shababa. Kimga kerak bo'lsa mana bugun 19-mart tug'ildi. Xudo xohlasa mana 1 soat 2 soat bo'ldi tug'ilganiga. Kimga kerak bo'lsa bemalol aytaverasizlar, bron qilaverasizlar. Toza Italiya hikol quyoni go'sht yo'nalishida. Albatta like'larni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz. O'z fikringizni qoldirasizlar. Taxminan nechta bor shu yerda sanaganim yo'qman o'zim. Bir biliminglarni sinab ko'ramiz. Nechta quyon bolalari bor shu yerda. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hayitlarni yaxshi o'tkazinglar ilohim.